Biz o'zbeklarga kimdir yordam bersa yoki kimdir yaxshilik qiladigan bo'lsa, baraka toping deb uni maqtab qo'yamiz. Xo'sh, ingliz tilida bu ibora nima bo'ladi? Keling birgalikda uni tarjima qilib ko'ramiz. Sizlar bilan Jasmin o'rgatadi. Ingliz tili sohasini ichida 8 yildan beriman va undan tashqari Koreyada English Linguistic Translation and Interpretation sohasi magistriman. Qaranglar, agarda bu frazani so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, bizda baraka prosperity bo'lib ketadi va topmoq bizda find bo'ladi. Albatta inglizga find prosperity deb aytadigan bo'lsangiz, u sizni tushunmaydi. Xo'p, nimani ishlatib ketsak bo'ladi? Hozir sizga 3 ta frazani aytib ketaman. Shularni ishlatadigan bo'lsangiz, albatta baraka topingni o'rnini olib ketadi. Birinchisi, albatta o'zimizning o'zbek so'zimizga yaqin bo'lgani may God bless you, ya'ni Alloh sizga baraka bersin degan ma'nolarni anglatib ketadi. Kimdir yordam berganda ishlatib ketasiz. Ikkinchisi, every day ishlatib ketiladi inglizda. Kimdir sizga yordam berdi. Oh, I really appreciate it. Thank you so much deb aytsangiz bo'ladi. Appreciate bu yerda bizda qadrlayman, ya'ni men bu narsani qadrlayman degan ma'nolarni anglatib ketadi. Va albatta uchinchisi, eng zo'ri, you are a lifesaver deb ishlatib ketsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. This is very common, ya'ni juda ham ko'p ishlatiladi ingliz tilida. Ya'ni sen meni qutqaruvchimsan deb aytib ketsanglar bo'ladi. Albatta har bitta madaniyatni o'zini gapirish uslubi bo'ladi va so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Manda shu, agarda sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, like qo'yishni unutmang va albatta ingliz tilini sifatli o'rganib